Avvalambor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Meni ismim Javlonbek. Ko'pchilik bilan bugun birinchi marta ko'rishib turibmiz. Ko'pchilik bilan ijtimoiy sahifa orqali gaplashib kelamiz. Bugun nasib qilgan ekan, mana ko'rishib gaplashyapmiz, xudo xolasa. Javlon aka, nima manfaat bor? Manfaat bormi bundan deydi. Albatta manfaat bor. Hech narsa hayotda manfaatsiz bo'lmaydi. Men sizga 8 ta manfaatimiz haqida gapirib beraman. Albatta bu moddiy manfaat bo'lmaydi, lekin boshqa manfaatlar bor. Manfaatsiz desam noto'g'ri bo'lib qoladi. Men sizlarga hozir bu sotsial proyektni tashkil qilishdan qanaqa manfaat bor, mana shular haqida betimni qattiq qilib gapirib beraman hozir. Agar siz bu manfaatlarda o'zingizni ko'rsangiz, qanaqadir, mana shu narsani men ham xohlayman desangiz, marhamat, birgalikda shu narsani amalda bajaramiz, xudo xolasa. Xo'p, birinchi maqsad bu Uzbek Unity Dubai proyektini tashkil qilishdan asosiy maqsad. Men 2022-yil ko'p bo'lmadi. Men 2022-yil avgust oyida kelganman, 8-avgust oyida kelganman. Tasavvur qiling, hech kimni bilmayman. Hech kimni bilmayman. O'zbeklar tugul boshqa millatni ham tanishim yo'q. Hech qanaqa tanishim yo'q. Aeroportdan keldim, qayerga borishni ham bilmayman. Tushunyapsizmi? Qayerda yashaydigan joy bor. Kelishdan oldin 2-3 ta firmalar bilan intervyu qilish uchun kelishuv olingan. Ofislar bor. Meni borsam kutib oladigan, intervyu qilib, oldinga suv quyib, mendan savol javob qiladigan firmalar bor, 4 ta 5 ta. Lekin meni aeroportdan kutib oladigan, albatta bed space'lar bor deydigan odam yo'q bo'lgan o'sha paytda. Albatta so'zni ham bilmasdim bu paytda, to'g'risi gapda. Bed space so'zni ham bilmasdim, tushunasizmi o'sha paytda. U nima partitionni gapirmasa ham bo'ladi masalan. Xullas, kelgan paytimda bitta narsani his qilganman. Qani edi mana shu menga yo'l ko'rsatib turadigan bitta o'zbek bo'lsa-yu, nima deydi? Men maslahat so'rab tursam, hech kimni tanimayman. Tushunyapsiz-a? Va bunaqa holat hozir juda ko'p takrorlanyapti. Juda ko'p o'zbeklar hozir kelyapti. Kelib bo'lganlar ham bor, hozir yozib yotishibdi bizga. Televizorda, YouTube'larda Dubayning chiroyli manzaralarini ko'rgan, zo'r imkoniyatlar haqida gapirganda og'izdan suvlar oqib uchib kelib oladida, bitta mana ish qidirib yuradi ekan. Va bunaqa holatlar hammada bu normal holat. Chunki u o'zini ustida ishlayapti, harakat qilyapti. Challenge, qiyinchilikka yuzma-yuz tikka boryapti. Men qiynalsam ham oyoqqa turaman degan jur'at bilan kelyapti. Bu maqtovga arzigulik tomoni. Shu bilan birga tayyorgarlik ko'rmasdan kelgan holatlar ham bo'ladiki, ular bugungi kunda qiyinchilikka tushib qolgan. Misol, ayollar bor, erkaklar bor, misol, yosh yigitlar bor, o'smir yigitlar bor, misol. Agar biz bunaqa Unity'ni tashkil qiladigan bo'lsak, O'zbek Unity tashkil qiladigan bo'lsak, hech bo'lmasa 2-3 ta tajribasi bor, mana Kamolxonga o'xshagan, akalarimizga o'xshagan tadbirkor odamlarda soyasiga tushib qolsa ham o'zini oyoqqa tiklab ketishi mumkin, maslahat olib, misol. Lekin o'shanaqa odamlarda bilmaydiganlar ham bor. Shuning uchun bu O'zbek Unity tashkil qilingan ekan, hamma bir-birini topsin. Tadbirkor yigitlarga ham shunaqa zo'r bolalar kerak. Inglizkini biladigan bo'lsa, shustri bo'lsa, mijozlar bilan professional darajada zo'r gaplashib ko'nikmas bo'lsa, har bitta tadbirkor orzu qiladi bunaqa yigitni. Mana shaxsan men o'zim 500 ta kadr kerak bizga. Niyatimiz bor. O'zbek, hozir Kamolxonga aytayotganim, o'zbek millatiga mansub ingliz tilini biladigan talkoviy bolalarning kamida 500 tasini ish bilan ta'minlash va Nomerzen kompaniya nominatsiyasini olish eng ko'p o'zbeklarni ish bilan ta'minlagan Dubaydagi kompaniya sifatida. Mana shunaqa menga o'xshagan orzusi bor juda ko'p tadbirkorlar bor Dubayda. Agar haqiqatdan ingliz tilini bilsa, tilni bilsa, mijozlar bilan professional darajada muloqot qilish ko'nikmasiga ega bo'ladigan bo'lsa, bunaqa yigitlar hammaga kerak. Va bunaqa yigitlar, bunaqa tadbirkorlarni qayerdan topadi? O'zbek Unity'dan topadi. Fikr almashib, tanishib, bundan so'rab, surishtirib. Birinchi maqsad bizda mana shu O'zbek Unity'ni tashkil qilishdan asosiy maqsad shu. Tadbirkorlar bir-biri bilan tanishsin. Ish qidirganlar tadbirkorlarning imkoniyatlarini o'rgansin. Va ish qidirgan bilan ish qidirgan bir-biri bilan tanishsin. Ish qidirgan bilan ish beruvchi bir-biri bilan tanishsin. Misol, tushunyapsizlar? Va bu yerda endi bu mavzuga ham kelyapmiz. Oilalar bor, oilaning rahbarlari bor, misol. Boshqa oilaning rahbarlari bilan bir maslahat olish mumkin turli mavzularda. O'sha mavzudan bugun kelamiz. Birinchi maqsad shu. Endi ikkinchi maqsad Dubay va ayollar desa, o'zbek ayollari desa, o'tmishda faqat salbiy fikrlar kelgan. Hozir unaqa emas. O'tmishda ham, hozir ham juda ham o'zini to'g'ri yo'lda yurib, juda ham chiroyli karyera qilgan ayollarni bilaman. 20 yil, 25 yillar beri karyera. Men oramizda yana bitta Gulnoz opam bor. Men anchadan beri taniyman Gulnoz opani misol. Tanishib, gaplashsanglar bo'ladi. Dubayni ko'z o'ngida Dubay shahri ko'tarilgan. Nedvijim sohasida qurilish kompaniyada ishlaydilar. Juda ham ko'p svязь, tanish bilish. Gulnoz opam Dubay kelgan paytda o'zbeklar barmoq bilan sanoqli bo'lgan. Hamma o'zbeklarni tanigan. Hozir endi o'zbeklar soni ko'paygan.
ko'p ayollar agar karyera qilmoqchi bo'lsa, Gunozopaga o'xshagan ayollarni mahkam ushinglar, hamma savollarga ular javob beradi. Millat nomi va ayollar nomi deyilgan mavzuga keldik. Hamma millatda bor. Afsuski bu narsani ko'z yumish noto'g'ri narsa. Har bitta millatni adashgan ayollari bor. Adashgan ko'chaga kirib ketgan ayollari bor. Va shu biz O'zbek Unity'ning ham asosiy maqsadi nima? Bizga shunaqa ayollar murojaat qiladi. Men bitta qiz bilan tanishdim internet orqali. O'zbek fuqarosi ancha gaplashdik, meni ishga taklif qildi. Restoranga ishga taklif qildi. Ishchi kerak ekan dedi. Men yaxshi tilni bilmayman. Lekin til bilmasang ham rus tilini bilsang ishga olaveramiz deganda men keldim, u menga butunlay boshqa ish taklif qildi. Hech qanaqa restoran yo'q ekan, u qanaqadir mehmonxona ekan degan salbiy holatlar. Keyin men tanish bilishim yo'q, men shunaqa qiyin vaziyatga tushib qoldim. Xuddi boshqa kosmosga tushib qolgandek o'zimni his qildim. Juda ham yordamga muhtoj bo'ldim o'sha paytda. Qaniydi mana misol taniydigan o'zbeklar bo'lganda yordam so'rardim misol. Men so'rayapman. Nimaga elchixonaga, posolstvoga murojaat qilmadingiz bo'lmasam, sizni himoya qilishardi desam, o'sha narsa haqida bilim va tajribasi yo'q o'zbeklar ham bor-da. Shunaqa qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotlar borligini bilmaganman misol. Vaholanki diplomatiyaning asosiy maqsadi ham o'zini fuqarolarini himoya qilish. Har bitta diplomatiya, elchixona o'zini fuqarolarini himoya qilish. Va bu O'zbekiston bu narsani namunali bajarib kelyapti hamma mamlakatda. Endi bunaqa O'zbek Unity'ni tashkil qilishdan asosiy maqsad shunaqa holatga tushib qolsa, bemalol kimgadir murojaat qiladigan holat bo'lsin. Biz shunaqa bir niyat qilyapmiz. O'zbek Unity Instagram sahifasida hamma o'zbeklarni birlashtirib, ularga foydali kontent, o'zbeklarning tadbirkorlarini, yutuqlarini ko'rsatish, ularning brendini tanitish. Mana kim hozir tadbirkor berdi yoki freelance tadbirkor bo'lishi mumkin. Masalan, ko'chmas sohasida ishlayotganlar bo'lishi mumkin. Xolisimi butun sizning faoliyatingiz butun Dubayda yashayotgan o'zbeklar orasida brend darajaga ko'tarilsa misol. Tushunyapsizmi? Va ularni faoliyatini agar tanitish ham Unity'ning maqsadi hisoblanadi. Va agar Unity agar nomi taniladigan bo'lsa, hamma o'zbeklar qo'rqmasdan yordam so'rab kelishi mumkin bo'ladi. Ayollar ham misol. Men qiyin vaziyatga tushib qoldim. Men shu gruppada yashaydigan obunachilari, o'zbek ayollari nima maslahat berasizlar? Men qanaqa vaziyatga to'g'ri yechim topsam bo'ladi desiz? Juda ko'p o'zbek ayollar bor. O'zining biznesi bor, karyerasi bor, juda ham chiroyli karyera qilib kelayotganlar va ular bemalol to'g'ri yo'l ko'rsatishi mumkin bo'ladi. 4-inchisi, farzandlar ta'limi. Kimning farzandi bor bu yerda? Aha. Yaxshi. Kim uylangan, endi men yaqin atrofda farzand kutayotganlar bormi? Misol, hammani tashvishlantiradi. Bog'cha, maktab. Qayerda misol arzon bog'cha bor? Mana Zaynura boya chiroyli ma'lumot berdi. Eng arzon va ingliz tilini bilmaydigan bolalarni ham o'qishga qabul qilib, 3 oy, 4 oy, 5 oyda ingliz tilini yaxshi o'rgatib ketadigan eng arzon maktablarda lokatsiyasining nomini aytib berdi misol. Foydalimi? Mana bilmasdim. Bugun eshitib, juda ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Juda ko'p ota-onalar kelyapti farzandlari bilan. Lekin James 50 ming, 60 ming dirhamlik maktablar, 80 ming dirhamlik maktablar. Hammani ham sharoit yetmaydi, ayniqsa Dubayda yangi bo'lsa. 25 ming, 30 ming, 1 yillik to'lov. Bor yo'g'i 3 ta chek bilan siz farzandingiz ta'limidan, tashvishidan qutulasiz. Shunaqa imkoniyatlar bor. Ota-onalar bir-biri bilan muloqot qilib, shu narsalarni ta'limini muhokama qilish, bog'cha, maktablar haqida. Unity'ning asosiy maqsadi shu. Keyingisi 5-mavzu bu ko'p akalarimizni farzandlaridan tashvishlanyapti. Meni farzandim faqat ingliz tilida gapiradi, o'zbekligini, o'zbek tilini, o'zbek madaniyatini esdan chiqaraveradi. Biz endi ish bilan, karyera bilan bandmiz, O'zbekistonga tez bora olmaymiz. Yilda borsak 1 marta yoki 2 marta boramiz, o'shanda ham 1 haftaga boramiz. Chunki bizda ob'yomli ish katta. Farzandlarimiz o'zbek millati, o'zbek tilini esdan chiqaraveryapti. Qaniydi mana shu Dubayda ham o'zbek, xuddi O'zbekistonda yurgandek o'zbek muhitini yaratsada, hech bo'lmasa haftada 1 marta yoki oyda 1 marta o'zbek bolachalar bir-biri bilan gaplashib, o'zbek tilida gaplashsa. Zo'rmi? O'zbek Unity'ning asosiy maqsadlaridan biri farzandlarni birlashtirish, o'zbek farzandlarni birlashtirish, ular o'zini ona tilida suhbatlashsin, o'zini madaniyatini esdan chiqarmasin. Kerak bo'lsa, mana shunaqa bir takliflar kiritilyapti. O'zbek darslarini yo'lga qo'yish bo'yicha mutlaqo bepul. O'sha o'zbek farzandlari uchun. O'zbek madaniyati, o'zbek tarixini, bizning bobolarimiz haqida qanaqa faxrli ma'lumotlar borligini o'rgansin va ular bilsin qanaqa buyuk tarixga ega ekanligini misol.
Va eng qiziqarli mavzu bu biznes karyera. Kimdir biznes boshlamoqchi, kimdir allaqachon biznes boshlab bo'lgan. Biz biznes oceanlar, biznes zavtraklar, networking, tadbirkorlikka qiziqqan yo'nalishlar. Mana oxirgi paytda Dubay haqiqatan tadbirkorlarga zo'r imkoniyat bergan. Bundan men ochig'ini aytaman, O'zbekistonda yurgan ko'p yollanma ishchi bo'lib, oylikka ishlab yurgan bolalar ham bor-ku. Biznes ochish imkoniyati bor hozir. Men doim kim bilan gaplashsam, oylikka ishlayotgan bo'lsa, men uni miyasiga shunaqa transformatsion dunyoqarashini o'zgartirishga harakat qilaman. Oylikka ishlagan holatda, haligi bizni birinchi prezidentimiz gaplari bor edi. Yangi uy qurmasdan eski uyni buzmagan. Hozir oylikka ishlash jarayonida o'zini biznesini yaratib bor va buni manaqa yo'llar bilan sodda qadamlarda amalga oshirsa bo'ladi. Shart emas biznes birdaniga katta ob'yomda katta kapital bilan boshlanishi misol. Kichkina qadamlar bilan ham boshlasa bo'ladi. Kelinglar. Mana oldida bitta, ikkinchi qatorda bitta joy bor. Kelinglar. Oldiga o'taylikmi? Oldi, bemalol. Ya, bo'ladi. Qo'ysa ham bo'ladi. Xush kelibsizlar. Oldiga o'tasizlar. Juda ham biz ham endi boshlayapmiz hozirda. Endi yo'lda kelayotganlar bor hali. Asosiy maqsad shu, tadbirkorlarni birlashtirish. 6-mavzu, 6-maqsad. Bu O'zbek Unity'ni nima uchun tashkil qilinganligini sabablarini sanashdan boshladik hozir. Har bitta tadbirkor oramizda bor, 10 yil, 15 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan. Mana oxirgi 2 hafta mobaynida juda ko'p tadbirkorlar kelib ketdi. Men tasavvur qilmagan shunaqa katta tadbirkorlar ham bor ekan, misol. Ular ham aytayapti. Biz ham xohlaymiz mana shu jamoat rivojlanishini, o'zbeklar bir-biri bilan birlashishini, tadbirkorlar, qonun qoidalar, tartib qoidalar, misol biznes yuritish, marketing bo'yicha boshqa mavzularda networking, fikr almashish misol. Tak. Karyera. Bizda mana misol ishga joylashib yurganlarga biz seminar, treninglar yo'lga qo'ydik. Bepul foydalansa bo'ladi. Ko'pchilik bepul desa qadriga yetmaydi-da. Lekin bu realniy odamni hayotini kardinal transformatsiya qiladigan foydali treninglar, konsultatsiyalar yo'lga qo'yilgan. Psixologlar bor safimizda, depressiyada yurganlar bo'lsa, psixologlar bitta depressiya uchun emas, misol kuchli bo'laman, kuchli xarakterga ega bo'laman degan odam doim o'zini psixolog bilan постоянно maslahat qilib turishi kerak. Muvaffaqiyatli tadbirkorlar, katta zvezdalar постоянно o'zini shaxsiy coach, o'zini psixologi bo'ladi. Ya'ni ruhiyat, внутренний ichki resursni mustahkam qilish uchun. Agar ichki resurs mustahkam bo'lmasa, sizdagi mavjud sharoitdan ham mosuvo bo'lishingiz mumkin. Bor gap. Mana bitta akamizni bilaman, o'zini juda ko'p zapravkalari bor edi O'zbekistonda, juda katta yerlari bor edi, lekin внутренний resurs, ichki tushkunlik paydo bo'lgandan keyin hammasini qo'ldan chiqardi. Realni o'zim shaxsiy yaqin tanishim. Psixologik davleniya tushkun endi u qarzga botmagan haligi odam. Plyusda normalniy boyligi bor odam. Lekin hayotiy maqsadini yo'qotgan, ichki resurs degan narsani eshitganmisizlar? Внутренний resurs deydi misol. Mana shu narsani yo'qotgandan keyin odamda tushkunlik bo'ladi. Sababi yo'q, lekin depressiya, tushkunlik odamda ezib tashlaydi. Ana shunaqa holatlarda baribir yordam kerak bo'ladi misol. Oramizda men xursand bo'laman, zo'r psixologlarimiz bor. Mana psixologlar soni ko'payapti. Sotuv bo'yicha mutaxassislar bor. 7 ta qadam bo'yicha sotuvni o'rgatadi, xoh ishchiz, xoh o'zingiz tadbirkor sifatida. Yoki ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar sifatida 7 ta qadam sotuv bo'yicha xohlagan joyga ishga joylashib ketasiz agar ish qidirib yurgan bo'lsangiz. Men kafolat beraman. Chunki bu treningning avtori men o'zim bo'laman. Shuning uchun vaqtingiz bo'lsa, ishchilaringiz bo'lsa yoki o'zingiz ish qidirib yurgan bo'lsangiz, biror kun e'lon qilinganda kelsangiz, 2 soat, 3 soat bu yerda mana bizning ishchilar monsterga aylanyapti hozir. Monsterga aylanyapti. Shu sotuv texnik egalaridan keyin mijozlar bilan muloqot qilishdi, skriptlar bilan ishlash misol. Skript ma'nosini tushunasizlarmi? Tadbirkorlar tushunadi bu narsani. Mijozlar bilan muloqot qilish skripti, ssenariysi. Tushunasizlar-da? Aynan shu maqsadda tashkil qilingan O'zbek Unity'ni yana bir maqsadlardan biri. Xo'p, 7-si hali mavzuni sekin aytib keldik, bu shaxsiy rivojlanish. Odam qachon ko'p pul topadi? Qachonki shaxs sifatida o'ssa. Shaxs sifatida o'smasa, hali ham yosh bolalik detskiy понятияda yuradigan odam 1000 harakat qilsa, 1000 zo'r sharoitga olib tushib qo'ying, pul topolmaydi hali odam. Meni fikrimni qo'shasizmi? Ya'ni yosh bola bilan erkak kishini farqi qanaqa fikrlashida? Xuddi shunaqa. Agar siz yosh bolaga zo'r imkoniyat berib qo'ysangiz, bu yosh bola bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Xuddi shunga o'xshab, shaxs sifatida shakllanish. Ya'ni bu yerda time management bor, hard skills, soft skills degan narsalar bor, personal ko'nikmalar shakllantirish, notiqlik, o'ziga bo'lgan ishonch, dunyoqarash, bir qancha mavzular borki, public speaking bor, mana Mansurbek
tayyorlayapti shunaqa zo'r mavzularni, treninglar bor misol. Kelinglar mana shu narsalar. Bu hozir Dubaydan agar o'ta o'sha mavzularni olib qaraydigan bo'lsangiz, Dubayda eng kamida 400-500 dirham 2 soatlik trening narxi misol. 1,5 ming dirhamgacha bor darslar. Bizda o'sha narsalarda spikerlardan ko'ra ko'proq tajribasi bor va mutlaqo bepul. Foydalansa bo'ladimi shu mavzulardan misol? Bepul. Odamlar bepul desa qadriga yetmaydi, lekin mavzuga kelib o'z ko'zi bilan ko'rganingizdan keyin nahotki shunaqa tsanniy ma'lumotlarni bepul berilyapti. Nima manfaat? Manfaat shu, 8 ta manfaat bor. Ularning 7 tasini sanab bo'ldim. Va 8-manfaat, bu o'zimning shaxsiy manfaatim. O'zim hech kimga aytmagan manfaatim. Lekin sizlarga ham qiziqarli bo'lishi mumkin. O'zbekistonga borsam, qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz, duo qiladi bizni. O'zbekistonda yo'q bu narsa. Men xohlardim, bu yerda ham duo qiladigan odamlar soni ko'p bo'lsin. Chunki meni ham bizneslarim bor, akalarimizning ham bizneslari bor. Topgan pulimizni arzimagan qismini, juda ham arzimagan qismini tashlayapmiz, lekin kimgadir bu juda ham arziydigan narsa bo'lib chiqyapti misol. Tushunyapsizmi misol? Shuning uchun haftasiga bir kun yakshanba kuni misol shunaqa bir sal kimnidir hayotini yengillashga bag'ishlaydigan qilib qo'yganmiz misol. Xayriya ko'rinishda. Duo qilsin. Duogo'lar soni ko'paytirish mana 8-manfaat bizda misol. Bu bizda ish bor, biznes bor. Kelinglar, men Prime Haven'ni so'rashdi ko'pchilik. Men aytdim, hamma yig'ilsin, bo'lmasam kelinglar, men hammani oldida gapiraman. Biz Prime Haven'ni biz Dubayda zo'r o'syapti, ko'rsangiz. Mana shu duolar bilan, yaqinlarimiz duolari bilan-da misol. Orqada yozuvni ko'ryapsizlarmi? Prime Haven Properties 100 ta vision yozib qo'yilgan, videniyasi yozib qo'yilgan buni. Prime Haven Properties 100 visions to become number 1 in the world. Dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqish. 100 ta videniya bo'yicha yilma-yil, 1 yil ichida, 5 yil ichida, 2 yil ichida qaysi nominatsiyalarda nominatsiyalikka da'vogarlik qilyapmiz. Mana ularning bittasini aytdim. Eng ko'p o'zbek talkoviy yoshlarini ish bilan ta'minlagan nominatsiya kompaniya sifatida tanilish misol. 100 tadan bitta nominatsiya misol. Men komandamga aytaman, bolalar, o'sha 100 ta videodan xohlagan o'zingiz yuragingiz jizlatgan bittani tanlang va reja ishlab chiqing. Rejani komanda bilan ko'rib muhokama qilamiz. Kerak bo'lsa o'sha reja mukammal ishlab chiqilsa, biz investitsiya kiritamiz. Qancha kerak bo'lsa. Biz o'sha nominatsiya bo'yicha yutishimiz kerak. Bizning maqsad oxirgi 6 oy, 1 yil mobaynida biz o'zimiz sohamiz bo'yicha 20 dan ortiq raqobatchi kompaniyalarni o'rganyapmiz. Ular bilan raqobatlashish uchun emas, o'zimizning strategik maqsadlarimizni ishlab chiqish uchun. 50 ta mamlakatda 500 ta filial ochish reja qilingan bizning strategiyamiz bo'yicha.